Tavrat va Injil. Tavrat qandaq kitob? Tavrat Yahudilarning diniy dasturi bo'lib, aslisi Musa alayhisalomga Alloh taolo tarafidan berilgan. Musa alayhisalomning davrida o'qish va yozishni biladiganlar yo'q deyarlik edi. Bu sababdan Tavratni o'qishni biladiganlarning soni nihoyat oz bo'lgan. Uning ustiga Tavrat birli vaqt tushirilgan cho'ng hajmli kitob bo'lganlikdan uni yodlab olishga aslo imkoniyat yo'q edi. Musa alayhisalomdan keyin ko'plagan urushlar bo'lib o'tdi. Hatto Isroil avlodlari o'zlarining mustaqilligini qo'ldan berib qo'yib, asrlar bo'yi boshqa mamlakatlarning mustamlikasi ostida umr surdi. Ular bu asorat davrlarida o'zlarining muqaddas kitobi bo'lgan Tavratni qo'g'dab qolamagan edi. Shu sababdan Musa alayhisalomga Alloh taolo tarafidan tushirilgan asli Tavrat olli-burunli yer yuzidan yo'qotilgan. Zamonimizdagi Yahudilar va Xristianlarning qo'llaridagi Tavrat milodidan burunqi 622-yili, ya'ni Musa alayhisalomning vafotidan 750 yil keyin yozilgan bo'lib, rivoyatlarga ko'ra uning avtori Azra ismli bir kohin ekan. Musa alayhisalomga Alloh taolo tarafidan tushirilgan asli Tavrat Musa alayhisalomning tili bo'lgan İbrani tilida tushgan edi. Chunki Alloh taolo azaldan har bir payg'ambarga faqat shu payg'ambarning tilida kitob tushirgan. Zamonimizdagi Tavrat nusxalari bo'lsa, aslisi Arami tilida yozilgan bo'lib, keyinchi İbrani tiliga tarjima qilingan tarjima nusxalaridir. Yahudilarning hozirgi diniy manbalari qaysilar? Yahudilarning hozirgi diniy manbalari ichidagi eng mo'tabar kitobi Tavrat bo'lib, u Kona ahdi deb ataladi. Tavrat yaratilish, chiqish, madhiya va sallodan iborat 4 bo'lim va 39 bobdan tarkib topgan. Yaratilish bo'limida dunyo tarixi, chiqish bo'limida Yahudilarning Misrdagi hayoti va Misrdan chiqqandan keyingi ahvol. Madhiya bo'limida Yahudi dinidagi ibodat sistemalari. Salla bo'limida Yahudi qabilalarining, askarlarining va mol dunyosining soni so'zlanadi. Ammo Yahudilarning Talmud nomli kitobi Musa alayhisalomdan yetib kelgan og'zaki rivoyatlardan to'plangan kitob bo'lib, ikki qismdan iborat. Biri Falastinda, yana biri Bobilda yozilgan. Injil qandaq kitob? Injil xristianlarning diniy dasturi bo'lib, aslisi İsa alayhisalomga Alloh taolo tarafidan berilgan ilohiy kitobdir. Injil xuddi Tavratga o'xshash qo'g'dab qilinmagan. Chunki xristianlarning beshig'imi burunqi Yahudilarning beshiga kelganlarning aynisi kelgan bo'lib, İsa alayhisalomdan keyin uning muridlari xristian dinini rimliklar orasida tashviq qilishga boshlagan bo'lsa-mu, xristian dindorlari bag'alli yerida qatl omlarga uchrab kelgan. Bu sababdan ular o'zlarining muqaddas kitobi bo'lgan asli Injilni saqlab qolamagan. Faqat milodiya 4-asrning beshida Sharq Rim imperatori Konstantinning xristian dinini qabul qilishi bilan bu din rivojlanishga boshlaydi va xristian dini Rim zamonida tunji qatim davlat dini bo'lib belgilandi. Keyincha bu dinning kitoblarini tadqiq qilganda 100 dan ko'proq Injilning borligi o'ttirga chiqadi. Shuning bilan Rim imperatori Konstantin milodining 325-yili hozirgi Turkiyaning Iznik degan yerida 1000 dan ko'proq xristian diniy olimini yig'ib bir cho'ng qurultoy ochadi. Qurultoyning qarori bo'yicha bir-biriga zid keladigan va hech yaqinlashmaydigan mazkur Injillarning ichidan avtorlari mashhurroq bo'lgan 4 Injilni muqaddas kitob deb to'nib e'lon qiladi va yangi ahd deb ataydi. Bugun xristianlarning qo'llarida mavjud bo'lib turgan mazkur 4 Injil ayrim 4 avtorning asarlari bo'lib, bularning hech biri İsa alayhisalomga Alloh taolodan tushgan asli Injil emas. Tarixiy ma'lumotlar mazkur Injillarning İsa alayhisalomdan yarim asr keyin yozilganligini so'zlaydi. Xristianlarning hozirgi diniy manbalari qaysilar? Xristianlarning hozirgi diniy manbalari Tavrat bilan Injil bo'lib, Injil muqaddas kitob deb ataladi va Kona ahdi, yangi ahdi deb ikkiga bo'linadi. Hozirgi xristianlarning qo'lidagi Injil Matta Injili, Markos Injili, Luqa Injili va Yuhanna Injili deb 4 Injildan tarkib topgan bo'lib, bu Injillardan har biri o'z avtorlarining ismlari bilan shunday atalgan. Xristianlarning yana bu Injillardan boshqa payg'ambarlarning ishlari, da'vat risolasi, rimliklar,
Galatiyalıqlar qatorliq kitoblarimi bor bo'lib, bularni xristianlik tarixidagi mashhur shaxs va xristianlarning katta olimi Paulus yozib chiqqan.